Sizlar sentrdan tushib kelganingizda, Oybek aka marketimizda oldidan kirganingizda ushbu 2 etajli binolarda orqasidagi 2 etajli binoda 2 xona, 3 xona qilingan, ikkinchi etajda sotuvga qo'yilgan xonadonimiz birgalikda ichki ko'rinish variantlari bilan tanishib chiqamiz. Do'stlar, ichki ko'rinish variantlari e'tibor beringlar. Bu yerda bitta xonalari, har bitta xonalarini remont qilishgandan keyin hech kim yashamagan ekan. Chiroyli, yaxshi jitga bo'ylab qo'yishgan ekan. Hojatxona, sanuzellari отдельный ekan. Ko'rishinglar mumkin. Aristonlargacha bor ekan. Bu yer ikkinchi xonalari. O'sha gapimiz. Ustalar remont qilgandan keyin hech kim yashamagan ekan. E'tibor berishinglar mumkin. Bu yerda 4 etajli domimiz ko'rinib turadi, ro'parada. Bu yerda katta zallari, 3-xonalari. 3-xonalarni yaxshi zamonaviy aboylardan qilib qo'yishgan ekan. Yaxshi chiroyli, hattoki patologgacha однотонный aboylar tortishgan ekan. Yana ham yaxshi tomoni, har bitta xonalarni pol qilib ketishgan. Umumiy kvadrati 70 kvadrat atrofida. Oshxonani balkonga olib chiqqanliklari sababli bu yer ham bitta bo'sh xona bo'lib turibdi. Bu yer oshxonalari, aytgandek, gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q ekan. Kelib, ko'rib, yashashga tayyor ekan. Qiziqqanlar egalarni pastda raqamlarini qoldirib ketamiz. Ushbu domimizga tegishli tashqarida chiroyli огородlari ham bor ekan. Kelib, ko'rib, yoqsa baraka qilishinglar mumkin. Narxi $28,300, 3 xona, 4 xona qilingan. Ulgurmaganlar, ulgurib qolganlar bunaqa narxlar hadeb chiqarmaydi. Hammalaringga kattakon rahmat.